Menga bir narsa qiziq. Mana Chempionlar Ligasini bitta jamoa yutadi-da. Hozir ikkitagina jamoa qoldi. U ham bo'lsa Prime PSG qoldi va Prime Arsenal qoldi-da. Qolgan barcha jamoalar yo'lda qolib ketdi. Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bavariya chempionatida ham birinchi o'rinda Bobur. Va hozir hamma jamoalar haqida gapirganimizda va Barsa haqida gapirganimizda biroz farqlidek tuyulyapti-da. Ya'ni Barsani shuncha muammolari deb sanayapmiz. Shuncha kamchiliklari, yo'qchiliklari haqida gapiryapmiz, lekin bu jamoa qayergacha yetib keldi? Ya'ni o'zidan kuchli jamoalar qolib ketdi-ku, u bilan birga Chempionlar Ligasida pastda qolib ketishdi. Va biz gapirganda paradoksal holat yuzaga kelyapti. Go'yo agar suhbat yarmidan kelib Barsa haqida eshitadigan bo'lsangiz, bir parokanda jamoa haqida gapirayotgandekmiz. Lekin shu holatiga, shu yerga yetib kelgani katta ish-ku bu. Flikni katta ish, ya'ni bu ya endi Bobur mega ish-ku bu. Ha, o'tgan yilgi chempion va o'tgan yil Chempionlar Ligasiga loyiqroq edi. O'zi salkam Chempionlar Ligasida ham. Bu yilgiga nisbatan o'tgan yil haqliroq. Finalga chiqqanda PSG bilan shunaqa o'yin bo'ldiki, endi u yerda otishmadi endi. Anaqa otishma bo'ldi, boshqa bo'ldi, boshqara olmadi. O'sha tarkib, o'sha jamoa faqat jarohatda ko'proq bo'ldi. Lekin o'tgan yil yo'q, ma'lum edi, masalan, o'sha markaziy himoyada kuchaytirish kerak edi. Pedri bilan De Jongga mos yana bitta raqobatchi qo'shish kerak edi. Xo'p, bu hammasi yo'qsillik. Yo'qsillik. Pul yo'q. Qarzga kirgan, muammolar girdobidagi jamoani olgan, Vozustiga stadionni boshlab qo'ydi. Haligi to'y qilayotgan odam uchastkani ham boshlab qo'yadi-yu, keyin qayoqqa yetkazishni bilmay o'zini borib osadi yoki kredit oladi. Shunaqa bir holat, yo'qsillikdan bu. Hop, Flik shu vaziyatdan chiqib ketganini o'zi zo'rda. Hozir men o'ylab turib siz gaplaringizni eshitib turib, men shuncha aytdimki, ana ulardan buni qadri baland, buni mehnati dahshat. Shunaqa, lekin bitta o'zi murabbiy darajaga chiqqani yo'q jamoa. Yo'q, hali u darajaga emas. Muammolar hal qilish. O'zi aslida haligi muammolari bilan bunga yetib kelish kerak emas edi, endi olib qarasangiz. Lekin shu holatida ham jamoani chempion qilib. Tan olinglar, bu yerda Realning ham hissasi bor. Ya, Real hissasi shubhasiz.